Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Dalisi Gulmonov. Bugungi videoda biz shu akkauntdagi 2 nafar Kevin De Bruyne hamda Abduqodir Husanovlarni full qilamiz. Mana buni siz hozir sotib olamiz. Bu videoda Abduqodir Husanovdan 3 test chiqarishni niyat qilganmiz. Qaysilar hozir tezligi uning tezlanishi AKK hamda stiri ko'rsatkichlarni 100 dan qilsak, De Bruyne esa barcha fitness ko'rsatkichlarni speed, AKK, stamina hamda stiri ko'rsatkichlarini 90+ dan qilsak ajoyib kuchaytirgan bo'lamiz. Kuchaytirishlarni biz boshladik. Ko'pdan boshlaymiz. Birinchidan yaxshi Abduqodir Husanovning stresiga tushdik va u 80 bo'ldi. Va o'zi 73 bo'ldi. Ikkinchisi Abduqodir Husanovning tezlanish hamda tezlik hamda stresiga tushdi. Hozircha yaxshi ketyapti. Ikkinchisi juda yaxshi ketyapti hozircha Husanov. Qanday bitiramiz? De Bruyne ham yomon emas. Husanov yaxshi ketyapti hozircha. Tezligi 90 bo'ldi, lekin staminasiga tushib qoldi. Hech chiqisi yo'q. Endi bitta bosamiz, bittalik. Stresiga tushdi yaxshi. Yana stresiga tushdi. Vaqtda meni tushdi. Tezlanish. Video tezlashtiramiz. Husanov stresi 90 bo'ldi. Va 92 tezlik. 80 tezlanish. 93 bo'ldi tezligi. 80 tezlanish. Staminaga tushib qoldi. Stresiga. Tezlanishga. Stresiga. Yana stresiga. Bu yaxshi ketyapti. Stres Husanovning. Stresiga tushib qoldi. Stres chiqara oldim. Yaxshi 94 95 bo'ldi. Staminasiga ko'p tushyapti hozircha. 3 test chiqarishimiz qiyin bo'ladi yo'q. De Bruyne 88, fitness ko'rsatkichlari 80+ bo'ldi va juda ajoyib. Husanov esa 96 stiri, 94 tezlik, juda yaxshi ketyapti. Bitta bosib ko'raylik qani. Eng omadsiz yillar Husanovning. Bitta qolmasa, olmasimiz bor. Olmasga kuchaytirish bosamiz. Husanov hali chiqmayapti. O'yinga hozir chiqib qoladi. Hozir 8 bo'ldi. AKK hamda stiri ko'rsatkichlari, tezlanish hamda charchamas ko'rsatkichlari 88 dan bo'ldi.
tezlik geçiyor. Tezlanish 91, stira 99 bo'ldi. Bitta seziladi. Shu hozir 19 tushish kerakda, 18 da hozir chekishadi. Bo'lmasa tuyamizni bitta qilsak. Va mana tezligi 100 bo'ldi hisoblanadi. Stresi ham 100 bo'lsa basaydik. Dibini geçiyordu hozircha. 92 bo'ldi. 93. 95. Sağlık stresini çıkarmışız ki. Aks kolda geçmeye bağlı 96. Va Dibruning ham stri tezlanish hamda charchamasliklar 90dan bo'ldi. Bu ham juda ajoyib. 97 bo'lib ketdi. Tezlanish. Stres 100 chiqmay qolsa hisobning ikkita bosib ko'ramizmi? Nima qilsak? Ikkita bosamiz hozir. Sarflayapti. Voy, stresiga. Qo'shilmadi-da stresiga. Ikkita 99 holat juda achinarli. Juda alam qo'yapti. Shu 76 bo'lib staminasi 76 bo'lib 100 juda zo'r bo'lardi lekin. Omad sanadi omad. Hech qisi yo'q. Screenshot qilib qo'yamiz. Lekin zo'r kuchaydi. 199. O'z 99 ham 100 bilan tengda fashti. Dibini qo'yamiz. Dibini tezligini 90 qilsak texnika bosamiz. Tezligi zo'r. Tezlik bosak qan. Dibini bitta bosamiz. İlk bosak da. Endi bitta koyamiz. Bitta 91 bo'lib ketdi kontroli. Suv ketyapti hozircha. Bitta ikkita bo'lsak, menimcha pul bo'ladi hozir. Va endi pul bo'ladi katta ehtimol. Mana 96 bo'ldi pastdan. Va Kevin De Bruyne ham juda tarzda pul qildik. Fitness ko'rsatkichlari 90+ dan kontrol pas 90+, u ham shot 80+, tag 73 juda yaxshi kuchaydi. Hisan qabla De Bruyne juda zo'r kuchaydik. Hisan buncha alam qilmayapti chunki 99 dan pashti 100 dan tengda. 199 juda zo'r kuchaydi. Ularga form bosib ko'ramiz hozir. Ikkalasiga ham. Va mana. Devrining hammasi 100 ga yetmay qolyapti. Hisanga bossak juda joyli. Uchta 100. Mana Hisanov. Bugungi videomiz shundan iborat edi.
Like'larni, kommentlarni ayamaysiz degan umiddaman.